Endi tovarlarni korxonaning ustav jamg'armasi sifatida kiritilishida nazorat yanada kuchaytiriladi. O'zbekiston Respublikasi P.F. 246 farmoniga asosan qurilish va savdo sohasidagi korxonalarning ustav jamg'armasini shakllantirish uchun kiritilgan tovar moddiy boyliklari hisobi alohida yuritiladi. Bunda kiritilgan tovarlarning manbasi, elektron hisob faktura, nazorat kassa apparat cheklari, notarius ma'lumotlari va boshqa hujjatlar asosida hisob yuritiladi. Va 15 kun ichida ushbu ma'lumotlar soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali ro'yxatdan o'tkaziladi va hisob yuritilishi majburiy qilib belgilandi. Oldinlari ulgurji savdo yoki qurilish sohasidagi korxonalar tovarlarni realizatsiya qilishda ta'sischi tomonidan mazkur tovarlarni ustav jamg'arma sifatida korxonaga kirim qilib, bemalol realizatsiya qilish imkoniyati mavjud bo'lgan. Bunda davlat ro'yxatidan belgilangan tartibda o'tkazilsa bo'ldi. Endi ushbu tartibda ana tushunishim bo'yicha har bitta ro'yxatdan o'tkazilayotgan ustav jamg'arma asoslari ko'rsatilgan holda ro'yxatdan o'tkaziladi va kelgusidagi naqdga sotib olingan tovarlarning ustavga kirgizilishida ma'lum bir qiyinchiliklar yuzaga keltiradi. Ushbu tartib 2026-yil 1-yanvardan kuchga kirayotganligini inobatga olgan holda shu sohadagi tadbirkorlar qisqa muddat ichida yil oxirigacha barcha mana hujjatlarni davlat ro'yxatidan belgilangan tartibda o'tkazib qo'yilishi lozim bo'ladi. Soliqdagi o'zgarishlarni o'zingizga biznesingizga tez moslashtirish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.